Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun biz uyda non tayyorlashni ko'rsatamiz. Buni hamma biladi, lekin shunda hamma o'zining usulida qiladi. Shuning uchun men ham o'zimning usulimni ko'rsatmoqchiman. Xohlasangiz apparat usulida, xohlasangiz yana boshqacha usulda. Masalan, hozir biz oddiy usulda qilamiz. Boshqa vaqtda apparat tayyorlasak ham bo'ladi. Buning uchun bizga tuz kerak bo'ladi. Bismillah. Bu yerda bizda dro'jimiz bor. Mana suvimizni ham idishga suvimizni qo'yib oldik. Endi ozgina tuzini aralashguncha suvni oz-ozdan quyib, xamirni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shunday qilib, kimdir ko'proq suv qo'yishni yaxshi ko'radi, kimdir kamroq. Lekin suvni sal ko'proq qo'ysangiz, noningiz yumshoqqina bo'lib chiqadi inshaalloh. Mana qadrdonlarim, xamirimiz ham tayyor bo'lib qolay dedi. Endi xudo xohlasa buni achishga qo'yamiz. Achib ko'tarilib olgandan keyin inshaalloh bundan non tayyorlaymiz. Mana qadrdonlarimiz, bizning xamirimiz ham ishib chiqdi. Endi xudo xohlasa buni asta-sekin non qilamiz. Biz do'skamizning ustiga yog' surtib oldik. Mana azizlarimiz, hamsam tayyor. Endi buni asta-sekinlik bilan chiroyli forma berishni boshlaymiz. Mana shunday qilib, inshaalloh ikkinchisini ham tayyorlaymiz. Ikkinchimizni qilib, inshaalloh chiroyli qilib yasashga harakat qilamiz. Yegan narsamiz hamisha ham yeyishga, ham stolga qo'yishga juda chiroyli bo'lishi kerak. Mana azizlarimiz, nonlarimizni yasab bo'ldik. Uni endi ozgina tindirishga qo'yamiz. Tinib bo'lgandan keyin endi ozgina ko'tariladi. Keyin pishishga qo'yamiz inshaalloh. Qadrdonlarimiz, mana qanchadir vaqt o'tib nonimiz ozgina ko'tarildi. Endi bizga bu yerga ustiga bezak berish uchun qora kunjut, sedana, kunjut emas, sedana, qora sedana. Bu yerda bizga quruq sut kerak. Nima uchun? Nonlarimizning usti chiroyli bo'lib qizarib chiqishi uchun. Mana quruq sutimizning ustiga ozgina suv qo'yamiz, aralashtirib olamiz. Sut holiga kelishi kerak, aralashib. Bu nonimizni, bulochkalarimizni ustiga qo'ysak, juda ham bir chiroyli qizarib chiqadi. Qizlar jonlar.
Mana massamiz tayyor. Bu sutni holiga keldi. Qamoqlari bo'lmaslik uchun yana ham ko'proq aralashtirsangiz, undan ham chiroyli holatga keladi. Endi buni olib, akuratni nonlarni ustiga surtib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ustiga quyuq sutni qo'yib oldik. Mana endi biz bu yerda qora sirnadan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun biz yaxshiroq yopishi uchun qo'limizni ozgina suvga botirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yanada chiroyliroq chiqishi uchun nonlarimiz o'shanday chiroyli chiqadi. Har bir narsaga ahamiyatli bo'lsak, inshaalloh hamma narsamiz chiroyli chiqadi. Shunday qadrli obunachilarim. Mana qadrdonlarimiz, bizning nonlarimiz pishib chiqdi. Mana kelingizlar, birga yeymiz. Qadrli obunachilarimni hammasini taklif qilib qolaman. Endi bu nonlarimizni bittasini istagini sindirib ko'rsak. Bismillah, ovozini eshityapsizmi buni? Ko'mir bo'lib chiqqan nonlarimiz. O'zimizni nonlarni yeyishni gashti boshqacha-da.